menga haqiqiy talant kerak, talant, tushunyapsanmi? Ustoz zo'rlarni yig'ib qo'yganman, qarang. Yarimta tabletga 3 mahalla ovqatdan kechasiz. Nima bu? O'zi doktor ekan olma, kechirasiz, to'xtab mana. Ro'yxat tayyor ustoz. Chaqir. Chaqir. San chaqir. Yo, ismi chaqir. Unda baqir. Chaqir. Ijodkor bo'lish kerak. Astag'firullah. Rahmat ustoz. To'kur. To'kurmadi. O'zi bu qurti bor talantlar. Ustoz talantli bola. Yo'qotay bunaqa talantlarni. Bo'l. Keyingisi. Anvar aka jiyani kelar ekan. Qornim osh nimadir zakaz qilgan. Ustoz, Bellissimo pizzadan zakaz qildim. Dastavkasi tekin ekan. Undan tashqari 3 xil Ramazon seti bor ekan. Agar o'sha setdan zakaz qilsangiz, 5% vaqf xayriya fondiga sarflanar ekan. Ustoz, undan ham tashqari Bellissimo pizzani hamma filiallarida soat 11 dan 5 gacha dastavka xizmati ham ishlaydi ekan. Yo'q, keyingisini chaqir. Bo'ldi ustoz. Samolarga, quchoqlarga. Anvar aka jiyangiz xabardor qilib qo'ying. Bo'ldi, xo'p bo'lasiz. Bo'ladimi? Yo'qotib bo'laringni. Keyingisi. Yashashdan nima naf? Axir men qotilman. O'z farzandini qotili. Qo'lim kaltalik qilgani uchun farzandimning operatsiyasiga pul topa olmadim. Hayotimda biror marta oilamga harom luqma yedirmaganman. Nima uchun meni farzandim bunday bo'lish kerak? Nima uchun odam sotadigan odam furushlarning farzandi bunday bo'lmaydi? Nima uchun meni farzandim? Gap yo'q. Anvar aka shunday jiyani bor ekan, men bilmagan ekanman. Zo'r aktyorski. Yo'q, men Anvar aka jiyani emasman. Ana Mavlud opa o'g'li bo'lsangiz kerak, telefon qilib o'daysiz menga. Yo'q, men hech kim emasman. Просто teatralnikdan keldim, oddiy aktyorman. Qara uka, aktyorski 0 ekan, xafa bo'lmang, 0. Ja bo'lmasa masovkaga tortishim mumkin, masovkadan rol beraman. Ketdim, voy olaman. To be as she goes.